Konstantiniyani fathida haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadislarda aytadi. Konstantiniyani eng zo'r qo'shin fath qiladi. Naqadar zo'r qo'shin bu qo'shin va naqadar zo'r amir bu amirdir. Juda ko'p sahobalar, juda ko'p tobiinlar mana shu sharafga yetishlik uchun mana shu Konstantiniyani fathida harakat qilsin, lekin ularga Alloh taolo nasib qilmadi. Muhammad Fotih mana shu shaharni fath qilgan muzaffar qo'mondon 12 yasharida eshitlar ekan hadisni, o'qir ekan. Men bo'laman mana shuda. Men fath qilaman der ekan. Mo'jjalni balad qo'ygan. Uy solaman, mashina minaman demayapti. Allohning roziga o'sha payg'ambarimiz aytgan sharafga men yetaman dedi. Allohga haqirlik bilan duo qildi. Alloh taolaga o'zini muhtojligini izhor qildi. Zaifligini tan oldi. Allohdan boshqa hech kimni umid qilmadi. Alloh taolo mana shu kishiga nasib qildi. Mana shu shaharni fath qilib, yer yuzidagi eng katta mamlakatda ikkinchisini musulmonlarga qo'lga o'tgan paytda, yer yuzidagi eng boy bo'lgan, eng qudratli bo'lgan podshoh o'zini chodirida sajda qilib turar edi. Jonidagi vazirlardan biri chodir yeyilgan paytda. Kirgan odam haligi Muhammad Fotihni turuvchi yo'lni rosa kutdi, lekin cho'zilib ketdi. Muhammad Fotih nima dedi? Allohga o'zini faqirligini izhor qilar edi. Allohga zaifligini izhor qilar edi. Allohga muhtojligini, boshqalarga muhtoj emasligini tan olar edi. Allohni o'zigagina xorlik qilganligi uchun, Allohni o'zidangina umid qilganligi uchun Alloh hech kimga bu kishi muhtoj emas. Allohni o'ziga yig'ilasiz. Boshqa bandasidan umid qilmasa, albatta Alloh taolo bilan